Jahon chempionati kashfiyoti Vozinha Chili giganti tarkibiga qo'shildi. Jahon chempionatidagi ajoyib o'yinlari bilan butun dunyo e'tiborini tortgan Cabo Verde terma jamoasi darvozaboni Vozinha o'ziga yangi jamoa topdi. 40 yoshli tajribali posbon Janubiy Amerikaning eng nomdor klublaridan biri Chilining Colo-Colo jamoasi bilan shartnoma imzoladi. Bu transfer futbol olami uchun kutilmagan yangilik bo'ldi. Boisi faxriy darvozabon erkin agent maqomida Chili chempionatiga yo'l oldi. Bu haqda Goal.com xabar berdi. Josimar Diaz futbol jamoatchiligiga Vozinha nomi bilan tanilgan ushbu posbon Chili klubi bilan 18 oylik shartnomaga qo'l qo'ydi. Colo-Colo o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida yangi a'zoni xush kelibsiz. Biz sizni kutmoqdamiz degan qisqa va samimiy xabar bilan qarshi oldi. Hozirda ushbu jamoa Chili chempionatida yaqin ta'qibchisidan 13 ochko oldinda borib, turnir jadvalida peshqadamlik qilmoqda. Vozinhaning mashhurligi Shimoliy Amerikada bo'lib o'tgan so'nggi jahon chempionatidan so'ng misli ko'rilmagan darajada o'sdi. Musobaqadan oldin uning Instagram sahifasida 50 mingga yaqin obunachi bo'lgan bo'lsa, Ispaniyaga qarshi o'yindan so'ng bu ko'rsatkich 14 millionga yetdi. Hozirgi kunda uning auditoriyasi 29,5 milliondan oshib ketgan. Bu futbolchining nafaqat maydondagi, balki madaniy maydondagi ta'sirini ham ko'rsatib beradi. Turnirning nimchorak finalida Cabo Verde terma jamoasi Argentina bilan to'qnash kelganida Vozinha haqiqiy qahramonlik ko'rsatdi. U o'yin davomida 8 ta seyf amalga oshirdi. Shundan 4 tasi bevosita Lionel Messi tomonidan yo'llangan zarbalar edi. Ayniqsa Messining o'ziga xos uslubidagi jarima zarbasini qaytarib qolgani uzoq vaqt yodda qoladigan bo'ldi. Garchi uning jamoasi 2-3 hisobda mag'lub bo'lgan bo'lsa-da, Vozinha uchrashuvning eng yaxshi o'yinchilaridan biri sifatida e'tirof etildi. O'yindan so'ng Lionel Messi va Vozinha o'rtasida samimiy muloqot bo'lib o'tgan. Goal.com nashri xabariga ko'ra, Messi afrikalik darvozabonni quchoqlab, uning o'yiniga yuqori baho bergan. Messi menga sen ajoyibsan, xalqing sen bilan faxrlanish kerak dedi. Bu men uchun unutilmas lahza bo'ldi, deya eslaydi Vozinha. Shuningdek, u afsonaviy argentinalik bilan futbolga almashishga ham muvaffaq bo'lgan. Vozinhaning kelajagi borasida turli taxminlar mavjud edi. Xususan, u AQShning Inter Miami klubiga o'tishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq 34 karra Chili chempionati va bir bor Copa Libertadores g'olibi hisoblangan Colo-Colo varianti darvozabon uchun ustuvor bo'lib chiqdi. Bu transfer orqali Chili klubi o'z tarkibini xalqaro darajadagi tajribali ijrochi bilan kuchaytirib oldi.